Hammaga salom bo'ladi. Srimuz kanaliga xush kelibsizlar. Bugungi videomizda men sizlar uchun o'zimga yoqqan va o'zimni qiziqtirgan narsani sizlarga ko'rsatmoqchiman. O'ylaymanki, sizlarga ham bu narsa qiziq bo'ladi va men sizlar uchun bugun o'zimni cho'ntagimdan bir qancha pul yo'qotib, Minecraft telefonlar uchun va kompyuterlar uchun, lekin menga ko'pincha telefon kerak bo'lgani uchun mana shu narsani xarid qilishga qaror qildim. Demak, bu narsamizni ekranda ko'rishingiz mumkin. Men bolalar bir qancha pulim yo'qotib, demak, игровой gaming demak shunchasini xarid qildim. Buni xarid qilishdan oldin men bir qancha youtuberlar bilan gaplashdim, so'rashdim. Ular aytishdiki, qancha bo'ladi? 3-4 yil men bilan o'ynashganman. Masalan, Kazio bilan men gaplashib ko'rdim va u kishi aytdilarki, что bu kishi shu demak qanchani 3-4 yil ishlatgan ekanlar. Okey, bo'lmasa kelinglar, men buni xarid qildim. Sizlarga bo'lsa obzorni qilaman. Kanalga obuna bo'lishni va like bo'lishni unutmanglar, chunki kanalimizda qancha obunachi va like ko'p bo'lsa, shuncha menda motivatsiya ko'p bo'ladi. Hammaga omadimda, let's go! Demak, hammaga salom bo'ladi. Sizlar bilan Srimuz kanaliga xush kelibsizlar. Bugun demak bizning videomiz o'zgina boshqacha bo'ladi. Chunki men bugun nima desam ekan, bitta Minecraft o'ynash uchun juda ham zo'r bo'lgan sichqoncha sotib oldim. Chunki mana bu oldingi masalan sichqonchalarim bor, bilasizlar, ko'p o'ynayman bular bilan, lekin bular Minecraft uchun emasda, bular masalan PvP uchun yoki Butterfly bunaqa narsalar uchun emasda bular. Bu prosta masalan informatika uchun ishlash shu, bizga o'yin uchun kerak. Shu uchun men o'yin uchun bo'ladigan normal bitta sichqoncha olib keldim. Mana bu mishka bo'lsa agar, mana shuni 2 yo 3 barobar narxida qimmatroqda. Okey, bugun demak bo'lsa ko'rsataman. Demak 1 2 va 3 mana bo'lib, men bu demak bishkani bo'lib, men bir narxini описаниеda yozib qoldiraman. Описаниеda ochinglar. Описание nima uchun chiqarilgan? Короче, описаниеda narxi bo'ladi. Bu demak sichqonchaning ismi mana bo'ladi. Bu Uzo marketdan kelgan, shu skotchlab tashlashgan, shuni bir 10 kishi olgan, 10 kishi qaytarganmi? Короче, qaranglar, bu demak iMice GVX7. Shunday to'g'ri o'qidim bilmayman. Короче, X7 bo'ldi. Mana uni shunaqa korobkada keldi. O'zi korobkasi o'zgina kattaroq bo'lish kerak edi. Chunki YouTubedan ko'rgan paytimda korobkalar juda ham kattakon edi. Xo'p, korobkasining ichida nima bor? Demak, buni zaryadga qo'ysa bo'ladi. Batareyka bilan ishlamaydi bu narsa. Mana bir demak zaryad tiqadigan nimasi bu, USB-chasi bor. Buni zaryadga tiqasizlar va demak beskanicha ishlayveradi. Hop, demak korobkasida keyin o'zining kitobchasi bor. Agar instruksiya deyiladi. Mana shu instruksiyasi bor bo'ladi. Buni o'qib, har xil tillarda yozilgan bu narsa. Barman buni o'qimayman. Hech kim o'qimasa kerak. Xo'p, demak bo'lmasa, mushkamiz demak ulashimiz kerak bo'ladi. Bu yerda demak bir qancha rejimlar bor ekan, bu biz chonchamizni bo'ladi. Demak, birinchi uzr bo'la ozgina shamollaganman, chunki havo sovib ketyapti. O'shanga ozgina o'zimga e'tibor bermayapman-da, o'shanga ozgina shunaqa yo'tal shamollashlar bo'lyapti. O'shanga video davomida ozgina demak yo'tal qo'yishim mumkin bo'ladi. Xo'p, demak bu yerda demak o'zining ikkita rejim bor ekan, 3 tami, yo'q, ikkita ekan. Xo'p. Demak, bittasi demak Bluetooth bilan ishlaydi. Birinchi rejimda Bluetooth bilan telefon ulasa bo'ladi. Ikkinchi rejim esa demak buni qanday aytsam ekan? Demak kompyuter ulaydigan, demak 2G deb atalgan bu narsa. Короче, buni olib, demak sizlar televizorga yoki kompyuterga yoki bironta notebookga ulasangiz bo'ladi. Lekin men bu narsani notebook yoki kompyuterga demak ulashni olmaganman. Maqsadim buni olish, telefonga ulash olganman. Shu uchun demak buni ulash juda ham oson. Buni RGB podsetkalari ham bor bo'ladi. Kechqurun mana shu zo'r yonadi mana bu tomonlari va mana bu ajdarxo demak nimasi bor. Da. Ehtiyot bilamiz, mana bu tomonda stiklosi bor. Hali yuzim ko'rsatishga erta, nasib bo'lsa yuzim ko'rsataman bo'ldi. Men shu YouTube ga kelganim sababi YouTube yuzim ko'rsatish. Hop. Stikloligini olganman-da, chiroyli ko'rinishi uchun. Короче, glянцевый deydim shunday. Hop, demak bo'lmasa ulaymiz buni. Demak, bu yerda podsetkasini o'chirish degan on bor va podsetkasini yondirib demak on degan joyi bor. Masalan, ertalab kuni o'ynasangiz agar, masalan, sizlar shunchaki bez podsetka o'ynashlaringiz mumkin bo'ladi. Kechqurun o'ynasangiz agar podsetka bilan mana o'ynashlaringiz mumkin bo'ladi. Men hozir demak ertalab bu video olyapman, shuning uchun sizlarga demak obzorni podsetka orqali qilaman bo'ladi. Demak, qaranglar, bola mana yongan paytida unaqa svechchalar yonadi bo'ladi. Demak, bu hozir Bluetooth ulangan, to'g'rimi? Bluetooth ulangan. Ikkinchi telefonim qaraman. Demak, biz yana legendarniy telefonimiz bizga yordamga keladi va bu telefonimiz bizni
Mana bu Redmi telefoni hisoblanadi. To'xtalib chiroqni o'chirsam agar nima ko'radimi? Yuzimni Xo'p. Demak, chiroqni o'chiramiz bolalar, chunki chiroq yondirib olsam qilganim. Demak, qaranglar bolalar. Bu bizning demak, telefonimiz. Buni ulash bolalar, oldingi videolarimda qana ko'rsatgan bo'lsam, o'shanga o'xshaydi bolalar. Muammosi yo'q. Prosta nima qilasizlar? Demak, Bluetoothni yondirasizlar bolalar. Bluetoothni yondirgandan so'ng mana bu yerda demak shunchalar chiqadi mana image GV. Mana buni prosta onni bosganlardan so'ng bitta mana bu knopkachalarni mana bu joyini bitta bosib qo'yasizlar. Shunchalar sizlarda qanaqasi chiqoncha endi. Qisqasi mana o'ng knopkani, chap knopkasini mana bosasizlar bolalar, keyin bu o'zi avtomatik ulanadi bolalar. Shunday. Keyin endi bizga nima kerak bo'ladi? Bizga kerak bo'ladigan narsa klaviatura bolalar. Klaviaturasiz qanday qilib Minecraft o'ynaymiz. Shuning uchun bizga hozirchalik bola RGB olganim yo'q. Nasib bo'lsa RGB olaman va juda ham chiroyli ko'rinadi deb o'ylayman. Xo'p. Demak, sizlar bilan bo'lsa Minecraftimizni kirib ko'ramiz. Demak, xo'p, mana biz demak sizlar oson bo'lishi uchun men sizlarga demak ekranni oldingizda ham ko'rsataman. Mana uladik bolalar. Va yana bir narsa aytishim ketdi. Bu demak mushkamizni 3 ta rejim bo'ladi. Demak 800 dpi degan narsa bo'ladi, 1200 va 3500 dpi degan narsa bo'ladi, dpi. Hop, fast bo'lyapti. O'shanga ozgina bitta bosamiz mana bu knopkachasini dpi-ni va ozgina pastroq bo'ladi. Kutamiz endi. Va yo'q, ham shunday. Men prosta turib o'ynayapman. Mana ozgina o'zgardi, endi ozgina qattiqroq bo'ldi bolalar. Normal o'rtangisiga qo'yamiz. Ozgina qattiq bo'lib yana bir marta bosasizlar, keyin mana standart rejimga o'tib oladi. Okay, mana bu yerda keyin yana buni boshqa knopkachalar bor. Bu transformer nimaga o'xshaydi? Shunchaga o'xshaydi bolalar. Demak, qarashingiz mumkin. Mana bu demak birinchisi bu double click degan narsa bor. Mana bosgan paytlaringizda 2 martadan uradi-da. Bu Minecraft Bedrockda ozgina sezilmaydi, lekin agar ikkitalik blok qo'ysangiz agar seziladi. Buni ham ko'rsataman bolalar. Xo'p, keyin bu yerda demak forward degan knopkasi bor. Bir demak chet tomonga degan, lekin bosaman bola ishlamaydi bu knopkasi. Minus tomoni mana shunda. Telefonda ishlamaydi bu narsa, shuning uchun buni shunaqa muammosi bor va back degan narsasi bor. Orqa yurish kerak, lekin nimagadir orqa yurmayapti bolalar. Yoki buni taxlash kerak, nastroy qilishmi, bilmayman. Hozir demak biz nastroykasiga kirib ko'ramiz unda. Nastroyka degan joyini ochamiz unda va bironta hozir knopkaga o'zgartiramiz. Masalan, bu yerda demak klaviatura mysh degan joyi bor va ozgina pastroq tortamiz sizlar bilan. Tortamiz va mana bu yerda hop, mana mana использовать поставить. Menga inventar bo'lsa osonroq bo'lardi-da. Juda ham yaxshiroq bo'lardi. Xo'p, mana kelinglar. Mana attack выбор блок. Xo'p, kelinglar mana atakovatga qilamiz. Mana bu knopkachamiz bor. Forward deganni qo'yib ko'ramiz. Forwardni qo'yamiz, bola ishlamaydi, ko'ryapsizlar? Backni qo'yamiz, back ham ishlamaydi, bola, ko'ryapsizlar? Agar bo'lganda edi, men back hech bo'lganda ulab qo'yardim, lekin ishlamayapti. Meni tomoni shunda. Xo'p, biz chiqamiz. Voy. Xo'p, demak, bo'lmasa chiqamiz bolalar bunday qilib. Voy. Xo'p, mana. Minecraftda joylashganmiz. Demak, KPS bolalar, KPS to'g'risida gapirsak, KPS bolalar buni 1 plus minus 20 kps bolalar, 20 kps ga boramiz, ko'rsataman sizlarga. 20 kps mana ikkitasini mana ozgina noqulay menga, chunki turib gapiryapman bolalar. Ushlaysizlar, mana 2 marta urgan paytlaringizda 20 kps qilish mumkin-da. Agar bir marta mana ursangiz agar kps plus minus 1.6 1.8 bo'ladi-da. Mana bu knopkachalarni esa mana bu mushkachamiz bor bizning. RGB'lik bu. Buni bu yengil juda ham yaxshi qimirlaydi, oson keyin o'ynash uchun. Lekin buni KPS bolalar urgan paytda mana KPS degan narsa bo'ladi. Maksimum butterfly ni urib o'tirsangiz agar maksimum 9 qilsa bo'ladi. Lekin men bu bilan ikkalasi bilan qilib urgan paytda endi KPS plus minus 1 20 larga borgan, chunki o'ynab ko'rgan paytimda siz nima qilgan tekshirib ko'rganimda mana shunaqa ilovalar bor. Xo'p, bo'lmasa bironta demak o'yinga rejimga kirib ko'ramiz sizlar bilan va yana bo'lib, men bilmayman sizlar o'tgan safargi videomni ko'rgansizlar, o'sha videomda 5 ta like yig'ilgan va sizlar ham menga o'xshagan bunaqa klaviatura sotib olgansizlar, to'g'rimi? Va bitta savolim bor sizlarga, kim xarid qilgan bo'lsa agar, mana bu xarid qilgan paytlaringizda mana bu chap knopkasi bor, blok qo'yadiganda. Mana bu knopkasi menda ishlamaydi bo'lib. Bularda ham ishlamaydi, bularda ham ishlamaydi. Bunisida ham ishlamaydi. Bironta mushkasi ishlamaydi. Bloklarni men bo'lib mana bu knopka bilan qo'yaman. Q degan knopka bor. Q ulayman-da, Q bilan faqat blok qo'yaman. Shunday. Agar sizlar ishlasa agar yoki bironta yo'llaringiz bo'lsa, menga yordam beringlar, chunki
Faqat demak, endi klaviatura knopkasi bilan blok qo'yish bu to'g'risini aytsam aqlga sig'maydigan narsa, jonlaringizga tegib ketadi. Xo'p, demak bo'lmasa nima qilamiz? Biror rejim kiramiz. Biz demak yo'qtirgan rejimlarimizdan biri bu. Xo'p, biratimiz qochyaptilar nimagadir. Jiddiy bo'lyaptilar nimadan mana. Oh, brat qanisiz? Oh, hello bro. Demak, bratimiz hozir ko'p boqib ko'ramiz. Davay, let's go. Xo'p, demak, bironta kelinglar. Biratimiz nimagadir xot qo'yganlar. Mana bittasini ursangiz ham bo'ladi. Va mana qilib ko'tarsangiz ham bunaqa urishlar ham bo'ladi bolalar. Va g'alabam mana shu. Prosta endi dushmanlaringizga qarashingiz kerak. Agar dushmanlar sizlarni aldab, nima qilib o'ynasa agar juda ham qiyin bo'ladi bular qayrish, lekin mashq qilish kerak bular. Qancha ko'p mashq qilsangiz agar shuncha o'zlaringizga yaxshi bo'ladi deb o'ylayman. Va bitta gap esdan chiqdi. Bu demak tavsiyani menga bu mushka to'g'risi ma'lumot so'rab ko'rdim ba'zi blogerlardan. Bir Kajodan ham so'radim bular. Kajo ham aytdilarki, bu mushkani qanchani u kishi bir 3 yil 4 yil ishlatgan ekanlar va demak normal mushka dedilar. Lekin men bu narsani bo'ldi bir narsa qilmoqchiman va o'rniga boshqa narsa olmoqchiman bo'ldi. Chunki bu mushka demak meni stolimda turadigan narsa emas. Menga o'zgina boshqacha narsa kerak va bu narsa bilan men asabim buziladi. Chunki juda ham menga ko'pincha professional narsalar yoqadi. Shuning uchun nasib bo'lsa men yangi video roligimda boshqacha narsani obzor qilaman. Chunki bu bilan juda ham og'ir ishqoncha, masalan, bu uchun o'rganish kerak, mashq qilish kerak bo'ladi. Men esa juda ham qo'limga mos keladigan ishqoncha olmoqchiman. Biz demak Fireball Fight rejimiga kirdik va bolalar mana nasroga joyidan chonchamizni mana bu nima desak, uraydigan tomonni men buni blok qo'yadigan qilib taxladim. Endi urishimiz bizdan faqat demak Q knopkasi bilan bo'ladi. Yaxshi demak o'zimga quloq olamiz. Demak bloklarimizni mana olamiz, bloklarimizni biz Fireball Fight rejimida aytdim, bilmayman ismi yo'q. Blok qo'yib ko'raylikchi, qanday bo'lar ekan bular. Mana bu yerda butterfly degan narsasi bo'ladi. Yo'q tushdi. Ya blok qo'yish uchun juda ham noqulay ekan mana bu ikkita knopkasi. Lekin nimasi zo'r. Biratimizni o'ldirib bilaman, bilmayman hozir. Mana Q knopkasi bilan harakat qilaman chunki va bir narsa nima sezib qoldim bo'lar, nima chonchamizni nima desam ekan. Sensor juda ham zo'r ekan. Sensor degan narsa bu. Sensori juda ham nima qildingizki, juda ham sezar ekanda. Mana bu chonchamiz bor. Buni qildik. Demak, buni emas endi qanday desam, chap tomonga masalan burish uchun buni qilmaysizlar, ozgina turtmaysizlar, juda ham ko'p turtishlaringiz kerak-da, buni aylantirib tashlashingiz kerak. Buni esa biroz uni uchuvchini aylantirish juda ham osonda, sensasiyaga gap yo'q lekin. Demak, biratimiz yana kelyaptilar mana oldimga, demak o'ldirmoqchilar, nima qilmoqchilar bilmayman. Men hozir men juda ham noqulay ekan, harakat qilaman. Birinchi marta o'ldirdim biratimizni, ikkinchi marta qasos olish uchun keldilar menimcha va bizni demak yakson qildilar. Hop, biz o'zi bu narsani blok qo'yish uchun ko'rsatmoqchi edim. Keling yana bir marta o'ynab ko'ramiz agar o'ynamoqchi bo'lsam-da. O Retro Legend degan ekanlar. Hop, demak bo'lsa tinchimizni qo'yib qo'ysa, tinchim qo'ysa, mayli. Oy, men tinchim bilmasdan qo'yib yubordim, lekin let's go. Qancha bilan Fireball o'ynaymiz bolalar, chunki men noqulay rejimda hozir o'ynayapman. Hayotimda bolamas qancha bilan men bunaqa rejimda o'ynamaganman. Xo'p, demak blok qo'yib ko'ramiz sizlar bilan. Demak, zashat qilishimiz kerak bo'ladi. Mana bos o'tirasizlar va blok qo'yish ketida bo'ladi. Hop, sensasiyaga gap yo'q ekan. Sensasiyaga gap yo'q ekan bolalar. Sensasiyaga gap yo'q, blokchani demak ikki marta qo'yamiz. Oy, o'ldiramiz demak, sindiramiz kravatlarni va biz sindirdik. Biratimiz o'zlari bozorlar ekan. Hozir bolalar bilasizlarmi, klaviatura bilan o'z biratni o'ldirishga harakatlanaman bolalar. Klaviatura bilan davay. Va yakson qilib, yuting bolalar. Bilmayman qanaqa qilib yuting, lekin zo'r. Men yo'qyapti lekin. Zo'r. Fireball Fight o'ynash uchun normal, cho'tki mushkacha. Demak bo'lmasa, videomizni xayrlashuv yo'liga yetib keldik. Agar sizlarga video yoqqan bo'lsa, like va obuna bo'lishni unutmanglar, chunki like'lar men uchun juda ham kattakon motivatsiya bo'ladi. Endi mushka haqida kelsak, agar sizlarga yoqqan bo'lsa, o'zlaringiz xarid qilishingiz mumkin. Sizlarga tavsiya beraman, Minecraft uchun olishni, bu o'zlaringizni demak xohishlaringizga binoan. Men biror narsa deya olmayman. Shuning uchun o'zlaringizni demak cho'ntaklaringizga qaranglar. Uzun marketdan qayerdan olganimni, qayerdan xarid qilish to'g'risidagi silkalarimni hammasini narxlarini opisaniyada qoldiraman. Agar men bilan o'ynamoqchi bo'lsangiz, kollatsa serda sizlarni kutaman. IPsam opisaniyada bo'ladi. Hammaga unda omad, sog' bo'lasizlar.